Qadrdonlar ekskavatorda olamiz. Mana bu kuldan shunday turib solib turib, mana bu yerda shunday ochsak 900 gradus yonyapti ekan. Operator ko'rsatib qo'yasiz 900 gradus. Mana shuni shunday qo'shib qo'ysak 1000 gradusda chiqadi ekan. Ya'ni 1000 gradus isiydi ekan. 1000 gradusda qadrdonlar shunaqangi logotipi bor, brendi bor g'ishlar pishyapti ekan. Sifati zo'ridan, kimga kerak bo'lsa garantiyalari bor. Ko'rib turibsizlar, ovozi chang deyapti. Xo'sh, ushbu g'ishimiz standart, ya'ni 25 12 6,5 sm Z brend, S brend. Bunga brend bosishiga sabab qadrdonlar g'ishga garantiyasi bor ekan. Xo'sh, manzil Farg'ona viloyati Rishton tumani bilan Bog'dod tumani chegarasida bo'lyapti. Pastda nomerlar bo'ladi. Mana shu g'ishimizni endi bitta otib ko'rsatib beramiz. Qoch bolalar. Ko'ryapsizlar, hech narsa bo'lmaydigandan bo'ladi. Sho'riga keladigan bo'lsak, shu paytgacha chiqmabdi. Endi chiqib qolishi mumkin. Oq sho'rda akalarimiz 5-10% chiqishi mumkin deb xalqqa yetkazib beryapti ekan. Butun vodiy bo'yicha aloqaga chiqaverasizlar. G'ishimizning narxiga keladigan bo'lsak, bir donasi 900 so'm yuklatib berish ichida dastavkasi kelishilgan narxlarda bo'ladi. Agar o'zingizda transport bo'ladigan bo'lsa, kelib turib ochiq bo'lish olib ketaverasizlar. Qadrdonlar 900 so'mdan brendi, logotipi bor, garantiyasi bor g'ish. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqasizlar.